Mana bu natijamizni ko'rsatmasak bo'lmaydi. O'zi ham naqd 3 yil kutilayotgan homiladorlik qizlajonlar. Etap lecheniyalar, endokrinologimiz bilan birga ishlaganmiz. Mana bizada mashalloh Alloh bizani sababchi qilib homiladorlik aniqlandi. Hozir ekraningizda ko'rayotgan homiladorliginglar 2-3 haftalik mittivoy. Mana shunaqa chiroyli bo'lib oyijonisini qorinchasiga, bachadon bo'shlig'iga joylashgan. Eng asosiysi bu qizimizda o'tgan homiladorliklarida bir muncha осложнениялар bo'lgan. Xudo xolisi 9 oy davomida kontrol qilamiz va осложнение, ya'ni asoratlarsiz homilador qizimizni chiroyli 9 oyda qo'llariga oladilar. Qizlajonlar, hozirgi kunda juda ham boya aytganimdek vnimatishni беременностьlar ko'payib ketyapti. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Ni в коем случае shamollash bo'lsa, homiladorlikni tayyorgarliksiz boshlamanglar.